Baqachorsi hududidan 7-qavatda 109 kvadratli xonadon sotuvga chiqyapti. Ko'rishlar ham mumkin, mana shunaqangi chiroyli holatda. Ayamasdan pul tiqishgan ekan egalari ham. Hop, kirishimiz bilan o'ng tomon o'zini sanuzelda joylashgan. Ko'rsatib o'tamiz. Sanuzelning holati nima deyapti akalar? Vobshe juda ham ideal holatda turibdi. Sanuzeldan chiqishlar bilan o'zini shunaqangi shinam ayollarimiz uchun oshxonasi bor ekan. Bu tomonda ko'rishlar mumkin, maktab, bog'cha juda ham yaqin masofada joylashgan. Bu xonadonimizda gaz, suv, svetlar muammosiz, buni o'zinglar ham bilasizlar. Shunday chiqqanligida bu tomonda o'zini detskiy xonasi joylashyapti. Ko'rishlar mumkin, tepasiga illyustratsiyaga e'tibor beramiz aka. Detskiydan chiqsanglar shunday spalniga qarab kirib ketasizlar. Spalnining holatini ko'ringlar. Remonti vobshe ayamasdan pulni haqiqatda sarflashibdi bu uyimizga. O'ng tomonimiz sanuzel aka. Sanuzelni keyin ko'rsatamiz. Asadbek oldin mana bu qizig'ini ko'rsatamiz. Garderov tomi bog'lab berishibdi. Garderobdan bitta chiqqanimizda bu tomonda o'zini sanuzeli joylashgan. Bu xonadonimizning narxini hozir ukamiz sizlarga aytib berishadi. Bu xonadonimizning narxi 80 ming bilan chiqaryapmiz. Pastda nomer qoldiramiz, telefon qilib baraka qilishlaringiz mumkin.